Sumalak sezon keldi. Sumalakdan baxt so'rayapti qizlarimiz. Bu mana xolvetar, chalpay, bunaqangi taomlar u qiyinchilik, xalqimiz kambag'al bo'lgan paytda paydo bo'lgan ovqatlarning turi xolos bu. O'sha qiyinchilik bo'lganda shirinlik yegisi kelgan odam nima yeydi? Varina yo'q bo'lgan, cho'ka krem yo'q bo'lgan, shokolad yo'q bo'lgan, xolvetarni kimdir ixtiro qilganda, birorta chef power ixtiro qilgan, shu arzon tushadi, shuni yeydi, non yo'q, chalpay qilib yeydi, iloji yo'q endi uni. Uni dinga taalluqli joyi yo'q uni. Nima emish, sumalakka yong'og'ini tashab yesa qizlar baxtli bo'lamiz. Shu kallani ishlatish kerak endi. Xudo Qur'onda nechta joyda aytdi kallani ishlat deb. Afala taqilun degani kallani ishlatmaysanmi degan. Ha yong'oq deb olib qarasangiz oyog'ingizga ezib hojatxonaga tashab yuborsangiz, unaqa bo'lmaydi, isrof bo'ladi-yu. O'zini o'zi hojatxonaga tushishdan saqlanmaydigan yong'oq qanaqasiga qizingizni baxtli qilib berishi mumkin? Sumalakni ko'ylab baxtingni so'ra deyapti. Nima emish